Salondagi navbatdagi avtomobil Depal XL03. Bu ham gibrid, bitta to'liq zaryad hamda to'liq elektr zaryad bilan, buni bak benzin bilan 1200 km yurar ekan. Qop-qora. O'zgacha displey diski. Orqa ko'rinishlari ham noodatiy qilingan. Faraga bitta e'tibor berasizlar. Elektrический. Salon, torpedkalar, alkantara qilingan o'rindiqlar, perforatsiyali elektron o'rindiqlar. Rul o'ziga mos turibdi mashinani. Displey tezlikni ko'rsatish uchun monitorlari qayriladiganchalar. Chirog'i, полный panoramniy tom, ikkita podstakannik, besprovod zaryadka. Bu yerda o'zini portlari ancha kattagina bar. Orqa qismini ko'rib chiqamiz. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, bemalol o'tirganda oyoq tegmaydigan joyi bor. Orqada kichkina monitor, haroratni boshqarish uchun, konditsioner uchun. Bu yerda bari ikkita podstakanni yo'lovchi uchun qo'yilgan. Tamirlarni to'liq obzorini YouTube kanalimga qo'yaman. Shu yerda bemalol batafsil ko'rib olsanglar bo'ladi.